Qadimgi Yunon shoiri va faylasufi Lukretsiyaning tug'ilgan yeri, ijtimoiy kelib chiqishi va mavqei xususida aniq bir ma'lumotlar yo'qdir. Lekin ba'zi manbalarda Lukretsiya Kar miloddan avvalgi taxminan 99-55-yillarda yashab ijod etganligi haqida aytib kelinmoqda. Uning asl ismi Tet, laqabi esa Kar bo'lgan. Lukretsiyaning ta'limoti va dunyoqarashi faylasuf Epikurning izdoshi bo'lganidan dalolat beradi. Asosiy falsafiy asari narsalarning tabiati haqida didaktik dostonidir. U qadimiy davrda materialistik falsafa izchil bayon qilingan va to'la saqlangan yagona asar hisoblanadi. U birinchi bo'lib falsafa faniga materiya atamasini kiritadi. Bu atama lotincha mater, ona so'zidan olingandir. Lukretsiya ba'zilarning atomlarni sezgi a'zolarimiz orqali ko'ra olmaymiz, chunki ular yo'q degan fikriga javoban biz shimolni ko'rmaymiz, lekin shunga qaramasdan u doim mavjuddir deydi. Har qanday harakat jismlarning o'ziga xosdir. Harakat sezgilardan yashirin mayda zarralardan boshlanadi. U tufayli katta jismlar harakatga keladi. Odamlar zulm va zo'ravonlikka chek qo'yish maqsadida davlat va huquqqa asos solganlar. Lukretsiya tilning kelib chiqishi, dinlarning paydo bo'lishi sababli haqida fikr yuritadi. Lukretsiya etikasida azob-uqubatlar sabablarini bartaraf etish, mo'tadillik, ruhiy xotirjamlik muhim o'rin tutadi. Uning atomistik g'oyalarini 17-18 asr faylasuflari yanada rivojlantirishga erishadilar. Tarixiy manbalarga qaraganda Lukretsiya o'z joniga qasd qilib hayotdan ko'z yumgandir.